kuni kecha men shu bir narsani shohid bo'ldim va quvondim. Oti Muhammad Umar ekan. Chaqaloqimiz keldilar, quloqlariga azon aytib qo'yishlik uchun. Allohga qasam, azon aytib boshlavdik, haligi bola ko'zlarini yumib shunday rohat uyquga ketyapti. Azonda to'xtatdim, ko'zini ochib oldi. Bu tarafga o'tkizdimda, qomat aytsam, yana ko'zlarini yumdi-da, uyquga ketyapti, rohat qilib. Shunday qaradim, otalariga desam, u tog'alari ekan. Siz dadasimiz desam, yo'q, men tog'asiman. Bu bola dedim, onalarini qornida ko'p Qur'on eshitganga o'xshaydi desam, xuddi shunday. Onalari uni tug'ilgunicha faqat Qur'on eshitgan. Haligi bola demak, onani qornida faqat Qur'on eshitib büyüyüp, ulg'ayib tug'ilganligi uchun Qur'on o'qishligi bilan boyagi bola ko'zini yumib shunaqa rohatga, huzurga ketyapti-da. Aslida onalarimizdan boshlanadi Qur'on ta'limimiz. Har biringizni ilohim ahlingiz mana shunday bo'lsin. Avvalambor bolani borligini sezishligingizdan avval kelinlarga buyuring. Men aytaman doim, oshxonalarda ish qilib turib ham Qur'on eshitsa bo'ladi. Oshxonada faqat